Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadar haqida muxtasar siylanmani yana bir darsligini o'tamiz. Inshaalloh bugun sizlar bilan birgalikda bu darsni boshlashdan oldin shu videomizga ozgina podesha qilib like, podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lardik. Zero bizdan keyingi eshituvchilarga ham yetib borishligi uchun biz din yo'lida ozgina hissamizni qo'shgan bo'lardik. Xo'p, bo'lmasa bugungi o'tadigan darsimiz nutfa, ya'ni bir tomchi suv yordamida yaratilishdagi umr taqdiri haqida gaplashib o'tamiz. Bu haqda Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini, shu oyatni tafsirlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadislarni o'qib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo oyat-i karimda shunday deydi: Alloh sizlarning tuproqdan, so'ngra nutfadan yaratib, keyin juft qilib qo'ydi. Qaysi bir urg'ochi nimaga homilador bo'lsa, nimani tug'sa, faqat uning ilmi bilan bo'lur. Har bir umr ko'rguvchi, umr berilishi yoki umrning qisqartirilishi albatta kitobda bordir. Albatta bu Allohga osondir, deydi. Fotir surasi 11-oyat. Shu oyatni ozgina tafsirini ham o'qiymiz. Said ibn Jubayr roziyallohu oyatni tafsirida shunday deydi: Sahifaning avvaliga uning ajali yoziladi. So'ngra buning pastiga falon kuni ketdi, falon kun ketdi deb yoziladi. Hatto uning ajali kelguncha. Ibn Abu Hotim tafsiri ekan. Xo'p, keyinlar shu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham bir hadisni o'qib o'tamiz. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Albatta sizlardan har biringiz onasining bachadonida 40 kun davomida bir tomchi suv holida jamlanib turadi. So'ngra yana shuncha muddat, ya'ni 40 kun mobaynida laxta qonga aylanadi. So'ng yana shuncha muddatda alaq bir parcha go'shtga aylanadi. So'ngra Alloh unga 4 ta kalima bilan bir farishtani yuboradi. Uning amalini, ajalini, rizqini va saodatli yoki badbaxt ekanligini yozadi. So'ngra unga ruh puydaladi. Albatta bir inson hayoti davomida do'zax ahlining amalini qilib keladi. To do'zax bilan uning o'rtasida bor yo'g'i bir zero gaz qolganida onasining bachadonlik davrida yozilgan taqdir ustun keladi va natijada jannat ahlining amalini qilib jannatga kiradi. Bir inson hayoti davomida jannat ahlini amalini qilib keladi. To jannat bilan uning o'rtasida bor yo'g'i bir zero gaz qolganida onasining bachadonlik davrida yozilgan taqdir ustun keladi va natijada do'zax ahlining amalini qilib do'zaxga kiradi. Buxoriy rivoyatlari 33-32. Xo'p, bugun inshaalloh shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darslarimizda yana bu haqda Alloh subhanahu va taoloning oyatlarini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadislarni o'qib o'tamiz. Shu videoga bittadan like, podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lib qolardik. Zero bu ham bir din yo'lida da'vatdir deb hisoblasa ham bo'laveradi zamonaviy tilimizda. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.